Urusha oladigan insonlarning top 3 ta belgisi. Birinchisi sukut saqlaydigan insonlar. Ularga farqi yo'q, siz baqirasizmi yokida bir nimadir gaplar qilasizmi, ular doimo sukunatda. Nimaga? Chunki ular biladi, siz bilan urushsa, sizni urib qo'yishligini. Ular bir maqolga doimo amal qilishadi. It hurar, karvon o'tar. It hursa, siz unga javob berib hurmaysiz-ku, to'g'rimi? Ular sukutini buzmaydi, chunki ular biladiki, agarda siz bilan urushadigan bo'lsa, qandaydir katta muammo kelib chiqishini. Ikkinchisi, doimo tinchlik xohlaydiganlar. Ularga farq yo'q, yur urushasanmi, yur birga bir ko'rib boramiz. Unaqa gaplaringiz o'tmaydi. Agar birinchi turli insonlarda aytganimdek g'ururiga tegmasangiz. Chunki ular tinchlik xohlaydi. Bo'lishi mumkin, avvallari shunday sho'x, kim nima desa urushib ketadigan inson bo'lgan bo'lishlari mumkin. Shu sababli ham o'tmishdan xulosa chiqargan holda hozirlarni o'ylab, doimo tinchlik tarafdori bo'ladi. Uchinchisi, bu qo'li qaltirayotgan inson. Chunki bu inson urush muqarrarligini biladi. Jangga tayyor holatda turganida qo'li qaltirashni boshlaydi. Bu qo'rqqanidan emas, ichi to'la adrenalinga to'lganligidan qo'li qaltirashni boshlaydi. O'zi aslida g'ururga tegilmasa yokida majbur bo'linmasa urushmaslik kerak. Mana shu 3 tipli insonlar bilan hech qachon urushmaydi. Sukut saqlaydigan, tinchlik xohlaydigan va urush paytida qo'li qaltirashni boshlagan insonlar bilan. Shuni unutmanglar. It akkillasa, siz ham javoban akkillamang. Shunda siz yutasiz.